Ha, buldu. Hamkorlashsak buldu. 30 sa ishlataylikkin deyman. 30 soat sal chiqib ketdimdiki. Ha, direktor. Mo'sha. Men ular bilan deyishim-a, ularni keltirsam biz azon qilib oddiy qilib ishlab bersak bo'ldi. Ha, Adil. Mana bir gap chiqib qoldi, qarang. Ko'rashmagil uzoq qopdi. Shundaqa bak uzoq bo'lib ketdi, yaxshi turayotgansiz. Men shu shirkatning ishlari bilan shu. Ko'zni yumib ochqichi mana cho'p-cho'n shirkatning xo'jayin bo'lib ketibsiz. Muborak bo'lsin. Rahmat. Maktabdagi vaqtingizni bak qiziqatdingiz mushtaq film tatadigan ishlarga. Oxir bo'lsa-mu ko'zga nishoningiz yetibsiz. Shu ish qilib odam degan tirisilan bir yerdan chiqadigan gapga. Har osma akamning yaqinimga ishlab chiqqan bir yangi mahsuloti bor-di. Shuning shu bir e'lon tashviqot ishlarida hamkorlashaymi deb kelgandim. Ha, buldu. Hamkorlashsak buldu. Allah aka. Mana. Mavo bizning shirkat ishlab bazaqsaga Mangul markasdagi yangi. Endi sizga mush mayninki alaylikni bir tushuntirib qo'ysam, film ishlaganda mushni cho'rdab ishlab bergan bo'lsam. Bizning bu may aqliy iqtidorini yuqori ko'tarish, aslish qobiliyatini yaxshilash, anda immun kuchini yuqori ko'tarish, anda mavo qon besimining oldini olish, qon besimini tushirish qatorliq alaylik bor-ku. Endi film ishlaganda mushni cho'rdab mushni asos qilib ishlab bergan bo'lsanglar. Ha, albatta bo'ldi. Biz har qanday shirkatning cho'qim shu mahsulotning alaylikini cho'rga asosida ishlaymiz. Uningda siz xotirjam bo'ling. Ha, bo'ldi. Endi men sizlarning Ufqum madaniyat tarqatishlik shirkatininki ishlayotgan qisqa filmlarni izchil ko'ryapman-ku. Mayli mazmun jihatdan bo'lsin, yoki ssenariy jihatdan bo'lsin, suratga ilinish jihatdan bo'lsin, shunday yaxshi. Va e'lonning qisqartirishi shunday yaxshi bo'lardi-ku. Shunga men sizlarni izlab topolmay, Ufqum degandim, Ufqumning dal savoq ishkansiz. Tanigan men sizning gapingizni qilib bergan. Unda sizlar oyda qancha soat ishlayapsizlar? Biz şu ayda bir 30 saat ishlataylikkin deymiz. 30 soat sal chiqib ketdimdiki. Qanday hisobda deysiz? Sizning hissiyotingizni tushunaman. Nimishqa deganda hozir nurg'un shirkatlar mush qisqa filmga o'tib ketib emasmi? 15 qism ishlasak, 2 kunni bir qismdan taqalsak, yana o'xshash bir oy ma'noda. Avval shuni bir ko'rib boqamsiz. Bo'ldi-ki. Amaylarda ayda 15 saat ishlataylik. Bizning yana yaqinda ishlaydigan televiziya teatri, kino qatorliqlar bor. Shuningda hamkorlashsak bo'ladi. Ha, ma'qul bo'ldi. Vaqti kelganda sizlarning ash filmlarga men e'lonimizni qo'yaylik. Bo'ldi. O'chaqda sizga e'lon o'rnini qaltisiya deb qo'yaman. Unda bo'lsa, to'xtamlashitimdoq. To'xtab turinglar. Va bizning shirkatning bir artistlarning tizimligi bor. Ash artistlarni qaysin bir mush filmga chiqib bersa degan arzuyinglar bo'lsa, o'zingni ko'rib tanlasanglar, anandagin to'xtamni aldirmay tursak bo'ldi. Ha, bo'ldi. Güzeller. Artistlarning arxivini ekran. Ha, direktor. Mo'sha. Siz shans qiling. Unda bo'lsa, menda bo'lsin. Men bu jadvalni ektib, shirkatliklar bilan bir muzokaralashib, qaysi artistni chiqaramiz filmga. Chunki o'zimiz yoqtirgan bir artist bo'ldi emasmi? Undan keyin aytdi tushdan keyin kelib to'xtamchi yetimdoq. Bo'ldi. Chataq yo'q. Unda biz qaytlar. Ma'qul. Voy, yaxshimi? Qanday ahvolingiz? Hamman. Mundaq gapdi. Hozir bizning shirkatga bir e'lon tashviqot ishlatilganlar kelibdi-ku. Qarasam ularning mahsulotini xeyli yaxshi taqib turdi. Shunga men ularni bir keltirsam, e'lonni o'zimiz ishlamaylimi? Voyjon, voy qachongacha haq ishlab berib yurimiz. Bularga yaxshi ishlaydi, lekin qarang, men ular bilan deyishim-a, ularni keltirsam biz azon qilib oddiy qilib ishlab bersak bo'ldi. Ha. Voy bo'ldi, boshqa ishni men qo'yib yetaman. Hay, bo'ldi-ya, ular mangdi. Ma'qul, xo'sh. Hay, to'xtab turinglar. Qanday bir gap bo'pti? Ha, mana qishdi aka. Qo'ya sizlarning bizning shirkat deyishgan gaplaringlarni angladim emasmi? Mening bir tanishimni bizning shirkatda e'lon tashviqot shirkati ochadi. Ular mahsulotni bek yaxshi tatidi, bahosini bek muvofiq. Shung sizlarni mahsulotlarni bek yaxshi kelishing uchun qaytam e'lon tatishinglar bo'lgandan keyin shular bilan hamkorlashib qolgandagida keyin ularni izlab tushishim. Ukam, bizda manda bir gap bor. Sizni yap tuzliqni chaqma deb. Qaraganda bu
o'zingizning shirkatini keyin o'rkola atgandek ish qilyapsiz-da. Voy, yo'q. Bu hargizmi ularning kendi o'rkoligini emas. Shu sizlarning mahsulotinglar bek yaxshiga ziyon tortib qolmasin deb keyin ulardan tushundik. Hozir tushunib qolmoqlar. Voy. Ha, Adil. Mana bir gap chiqib qoldi, qarang. Biz hozir shirkatimizdan tushib ketayotgan, keyinimizda iliqi sizga materiallar kirpagan qiz bor-ku. Shu qiz ataydan tushibdi. Shu u film tashviqotchilarida bir deysak deb. Shuning bilan bu qizning gapini anglab, sizning gapingizni anglagan bo'lgandan keyin sal ikkilanib qolib, ikkilandan qaysiga ishlasak bo'ladi deb shun telefon qildim. Ha, bundadan. Ha, ma'qul. Qolgan gapni aytishcha deyshaylik unda xo'sa. Ma'qul xo'sh. Voy, bu sizning nima ish qilganingiz? Men yaxshi ko'nglim bilan kaynolardan tushsam, bek avorib ketibsiz. Rahmat sizga. Endi ishingiz qilaverasiz, bo'laverdi. Ukam, bunda ishonchsiz odam bilan hamkorlik qilsak chuqur ziyon tortamiz. Eng yaxshisi ata o'zimizning to'xtamni tuzayverlik. Ashta qilaylik aka. Bo'pti, bek avorib ketibsiz. Qaytib ishingiz qilavering, ha? Yura.